Serial ko'rayotgan paytimda Barun Subtin aktyor Kushi Sanay Irani bilan birga va qiziqish uyg'otgani uchun internetda e'tibor berib qarasam, bu serial nafaqat O'zbekistonda, juda ham ko'p davlatlarda ketgan ekan. Juda ham ko'p davlatlar taklif qilishgan ekan mehmon sifatida. O'rganib chiqdim tashrifini. Har xil yo'nalishda tashrif buyurgan. Barun Sobti bir o'zi yoki Sanay Irani bilan birga taklif qilingan paytlari ham bo'lgan. Keyin o'ylab qaradim, do'stlarimga telefon qildim. Hindistondagi do'stlarimga topishdi, 3 haftani ichida topib berishdi o'zini telefonlarini. Muzokaralarimiz 3 oy davom etdi. May oyida tashrif buyurishini kelishib oldik. Shartnomalar tuzdik. Tashrif 3 kun bo'ldi. Biz imkonimizni boricha shaharni ko'rsatishga harakat qildik. Juda ko'p savollar tug'ildi, qiziqish bilan ko'rdi hammayoni. Juda ham ko'p narsa unda iliq taassurot qoldirdi. Barun Sobti O'zbekistonga tashrifi mobaynida Sevadi sevmaydi filmiga suratga tushishga ham ulgurdi. Juda ham o'zimiz ham hayron bo'ldik. O'zini yulduz deb his qilmas ekan. O'zi ham gapirib o'tdi. Toshkentga kelaman deb umuman o'ylamaganman. Men juda ham xursandman dedi. Yana kelish niyati borligini bildirib o'tdi, xudo xolasa. Sanay Iranini taklif qilish niyatimiz borligini oldindan bilardi. Balki birga u bilan tashrif buyuraman deb yana gapirib o'tib ketdi. Kushi Kumari Gupta, ya'ni Sanay Iranini O'zbekistonga tashrifi kutilmoqda. Barcha tafsilotlarni sevimli telekanalingizda kuzatishingiz mumkin.